O'rtoqlar, tayyor xonadon juda ham ko'p kishi bizdan so'rashadi. Bugun biz Shibaevaga kelganmiz. Tashqari taraflarini ham ko'rsatish mumkin. Daraxtlar ko'p, hamma joy soya, salqin deganda, mana konditsionerlar o'rnatilgan, hamma narsasi ko'rgan narsalaringizda hammasi qoladigan. Bu xonamiz zal. Zalni ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi ajoyib. Duxkonturni katalogi o'rnatilgan va isitish tizimi bu yerda ishlaydi. Asosiy eshigimiz detskiy sanuzelimiz va spalni xonamiz joylashgan. Bu yerda Wi-Fi tarmoqlari hamma narsasi qoladigan, hamma narsasi ajoyib qilingan. Sanuzellarimiz kir mashinalarigacha tashlab ketadi. Hamma narsasi qoladigan. Suv, gaz, svetda muammo yo'q. Faqat 4 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Endi oshxonani ko'rsatadigan bo'lsak, oshxonamiz xolodilniklar o'rnatilgan, bu yerga o'tiradigan, ya'ni choy ichadigan joy qilingan va oshxonani bu yerga joylashtirgan ekan. Duxkonturni katolda bu yerga o'rnatgan va oshxona qismimizni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu xonadonimiz srochniy sotilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rib, savdo qilib olishlari mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $38,000 deyishyapti. Yana o'tib beradigan joyi bor. Kelib savdo qilib, tayyor xonadonni olishingiz mumkin.